告别的时刻已到了，随身的行囊装些快乐，前方被乌云笼罩了，心中在拉扯，困守在敌后，隐隐约约的沉默，透露一丝丝苦涩，愿你不再被伤透。别再带着泪入睡，去只想象的世界，答案不一定绝对，伤口因为爱传裂，让我们痛不停歇。求生的力量来自真我，战胜可敬的对手。坚持信念是我的所有。心中的辽阔，该警戒的，有遗憾的，该警戒的，放不下的，该警戒的，绳索的光芒，指引方向。这第三分身不如就叫幽海分身。我幽海分身有2大天赋秘法：画海、创造。天赋秘法，我为宇宙。本尊和3大分身已定，我罗峰到底能在这宇宙强者之林中，成为一棵孱弱树苗，还是最粗壮的参天大树，就看以后我自己的努力了。210 kısım. Dengizga aylanish. Klon dengizga aylangach, jangovar kuchini yo'qotgan bo'lsa-da, evaziga ilohiy kuchni o'zi saqlay oladigan ulkan dengizga ega bo'ldi. Yer deyarli suv ostida qolmoqda. Yo'q. Qora dengiz haliyam kengayapti. Demak, ichingdagi olam ham kengayishi kerak. Qara bo'la qol. Ichki olamni kengaytirish uchun buning energiyasidan foydalan. Men cho'kishni istamayman. Cheksiz qora dengiz diametri 10 milliard kilometrga yetdi. İchki olamniki esa 1 trillion kilometrga yetdi. Aql bovar qilmaydi. Nihoyat hayot yegan darajam va ilohiy kuch sig'imim maksimal chegarasiga yetdi. Xo'jayin, Xotirjam bo'l, hammasi yaxshi. Tez orada tayyorgarlikni boshlayman. O'lmas darajaga o'tish uchun.
Klonlar ham allaqachon uyquda. Butun ong bitta tanaga jamlangan. Barcha kuchim bilan darajani oshirishga harakat qilaman. Inson tana anchadan beri men zaif tomoni bo'lib kelgan. Lekin o'lmaslik darajaga o'tish koinotning ibtido maskaniga ulanish sharti. Inson tana ibtido bilan ulanishga to'sqinlik qiluvchi kishanga aylanganda. Agar kishilarni parchalay olsam, o'lmas darajaga o'ta olaman. Yulduzlar xaritasi 3-texnika. Osmonni teshuvchi olov. Qanaqasiga? Yo'ril! 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 Bu qanaqasiga? Iroda kuchi, ziyraklik, aqliy kuch, o'zim yaratgan texnikalar. Hammasi yengilmas qurol darajasida, lekin hali ham kishani yeta olmayapman. Qora dengiz nusxasining hayot geni 10 ming barobarga oshmaganmidi? Bu ibtidoiy yadroni o'zgartirgan edi. Ichki olaming ham yanada kengaydi. Ammo yorib o'tish paytida bu senga og'ir kisham bo'lishi mumkin. Har narsani badali bor. Nahotki shuncha mashqlardan keyin ham yakuniy texnikani yaratishim kerak bo'lsa, Nega hali ham daryo qilish qiroli o'lmaslikka erishmadi? 20 ming yildan so'ng bir paytlar benazir bo'lgan tig'li daryo qiroli siz g'oyib bo'ldi. 30 ming yildan so'ng aftidan tig'li daryo qiroli shunchaki firibgar bo'lishi mumkin. yo'ldan adashdim. Nega koinotni kezib chiqmayman? Olamdagi barcha narsalarni kuzataman. Babata. Qani ketdik. Koinot bo'ylab sayr qilamiz. Oldinlari yopiq eshiklar ortida mashq qilardim. Yuksalish uchun o'zimga tayanishga umid qilardim. Faqat koinotni kezishni boshlaganimdan keyingina anglab yetdimki, koinotning har bir burchagida ibtido qonunlarining izlari bor. Paydo bo'lish va yo'q bo'lishga ulug'vor. Suv tomchisa tarqalgan to'lqin kabi nozik. Hammasi ibtido qonunlari bilan chuqur bog'langan. Butun koinot xuddi preksiyaga o'xshaydi. Eng buyuk qonuniyatlarni eng kichik detallariga jamlagan holda. Bu zarracha to'planish yuksalishim uchun ilhom manbaiga aylandi. O'lmaslik sari qadam uchun qalbni chiniqtirishga hojat yo'q. Chunki qalb allaqachon yulduzli osmonning cheksiz kengligi kabi tebranmasdir. Saroblar bilan kurashishga hojat yo'q. Chunki saroblarni haqiqiy koinot bilan solishtirganda jilparchin qilish osonroq. Irodaga kelsak, ehtimol men ham koinot oliyzotlardan qolishmasman. Kishanni parchala, o'lmaslik darajasi. Osmonni teshib o'tuvchi olov.
Nefrit yonishi, osmon qulashi. Bu oltin ibtido qonuniyatining tushishidir. Kim o'lmaslikka qadam qo'ydi? Shunday ulkan shov-shuv. Bu Lofengmi? Oltin ibtido qonuniyati butun ming xazina daryosini qamrab oldi. Koinot oliy zoti darajasiga qadam qo'ygan oddiy mutaxassis bu kuchning 1% ham ega bo'lmasdi. Nihoyat. Ibtido olamadan kelayotgan bu ilohiy kuch ehtimol million xazinadan qimmatliroqdir. Yaxshi. Endigina o'lmaslikka qadam qo'yib, koinotning kuchini o'ziga jalb qilib olyapti. Insoniyatning ichida nahotki shunday ajoyib merosxo'r bo'lsa, bu nima? Sen hozirgina abadiylikka erishding. Ichki olam hali ham saqlanib turibdi. Ammo u baribir yorilib qulab tushadi. Zudlik bilan ichki olamni tashqi makon bilan birlashtirishing kerak. Haqiqatga barobar va qudratli makon hosil qil. Ya'ni ilohiy shohlikni. Haftadan bayramni keyinroqqa qoldirishimiz kerak. Bu ulkan fazo bo'lagidan foydalanaman. Ichki olamni u bilan birlashtirish uchun. Dastlab mafhum bo'lgan ichki olam birlashish paytida kattalashdi va nihoyat mavjud bo'lgan olamga aylandi. Ilohiy qirollik bilan bir butun bo'ldi. Endi bu asl o'zagimga aylanib, zaif joyimga aylandi. Shu bilan birga dengiz kuchidan va texnikalarimni birlashtirib, jangovar kuchimni oshirishim mumkin. Hatto koinot oliy zotlarini o'ldirishga ham yetishim mumkin. Ustoz, Lofeng, bu yerga kel. Modomiki o'lmaslikka qadam qo'yibsan, tog'dan o'zingga joy tanla. O'z saroyingni qurasan. tog'danmi? Rahmat ustoz. Qilish daryo qiroli nega u tog'ga qarab ketyapti? An'anaga ko'ra abadiylar tog' etagida yashamaydi. Muhtaramalar esa yonma-g'irda. Xaos shahrining hukmdori seni koinot muhtaramasi bilan teng barobar ko'rdi. Lufeng, Janob, Bu yerga ustoz Zenyanni izlab keldingmi? yo'q. Joy qidirayotgandim. Saroyimni qurish uchun. Bilasanmi, bu yerda ruxsatsiz saroy qurish u yoqda tursin, hatto yashashga ham ruxsat berishmaydi. Kechirasiz. Aslida bu ustozimning buyrug'i. Unda bemalol boraver.
Bu yerda faqat koinot olizotlari yashaydi. Liu Feng istisnoda qabul qilindi. Bunga qanday ishonish mumkin? Kimdan ta'lim olishdan qat'iy nazar hammasini kuch hal qiladi. Xaos shahar hokimi bu safar, Feijing qiroli. Nima istaysan? Men Tig'li daryo qiroli o'lmaslikka qadam qo'ygani bilan tabriklagani keldim. Tabriklaganimi? Shunchaki janjal chiqarishni xohlaysan. Chunki tugamagan hisob-kitobimiz bor. Tabrikdan tashqari yana bir gaping bor. Gapir. Juda to'g'ri. Tig'li daryo qiroli. Nima deysan? Balki hayot-mamot jangiga kirishsak? Virtual olamdami? Haqiqiy dunyoda. Kim kuchliligini aniqlaymiz va bir vaqtning o'zida hayot yoki o'limni hal qilishga jur'ating yetarmikan? Agar qo'rqsang, rad etishing mumkin. Modomiki o'lishni istayotgan ekansan, nega senga bu imkonni bermasligim kerak? Feijing qiroli qanday kuchga ega o'zi? Bu inson juda palapartish ish tutmoqda. Tig'li daryo qiroli o'lgach, xazinalari talon-taroj qilinadi. Bu insoniyat irqi uchun yo'qotish bo'ladi. Bu katta jur'at, ammo bu jur'at seni o'lim hukming ham bo'ladi. Men senga koinot koordinatalarini yuboraman. 12 soatdan so'ng yana ko'rishamiz. Feijing qiroli seni tuzoqqa tushirmoqchi. U seni rad etmasligingni bilib tuzoqqa tushirmoqchi. Men uchun bu tuzoq emas. Bu imkoniyat. Bu jang orqali dunyoga isbotlashim mumkin. Asl kuchimni.与我的融合将是一次新生。老爷，这场游戏该结束了。幽海不枯，我身不灭。扫描屏幕上的二维码，关注吞噬星空官方微信，收获更多独家剧透、福利彩蛋。这里还有超多精美壁纸、设定情报等你领取。扫码先行一步，你的星空征程永远快人一个版本。城市被笼罩在一片灰色，只有血液昭示生命还炙热。弱肉强食都遵循这个规则，看谁比谁有资格让爆破被最后的视线定格。我用火焰招待天外的来客，趁着陨石还在和大气拉扯，涅槃就在下一刻。用血肉，用信念。要我的心永远都不陨落，在这硝烟，在这废墟，就算倒下也不退缩。要看我冲破苍穹，让宇宙听见怒吼，咆哮着，挣扎着。冲破苍穹，宇宙都听我怒吼，咆哮着，挣扎着，
让所有人看看你死得有多惨！哼，愚蠢的家伙！刀河王，你猖狂不了多久了。够了！现在才发现，晚了。你真该死！刀河王，且慢，杀了那人类！他的灵魂攻击秘法已经达到了宇宙之主的层次。刀河王能赢吗？尝尝我的新天赋秘法，击灭狼影。